Assalomu alaykum blogerlar, shu birinchidan biz boshladik. Bizning birinchi mehmonimiz Netbay Xudiyar. Iki yarım mingday Aynen. Hozirgi kunda YouTube tarmog'idan kelib Instagramga. Umuman necha yil bo'ldi blogerlikka kirib kelganingizga? Men o'zim so karantindan keyin boshladim. Ya'ni aytgan кезде 2022 desem ham bo'ladi. Negizinde 21larda boshladim. YouTube tarmoqlarida boshladim. Biroq Instagramga unday qiziquvchiligim yo'q edi. YouTube'da tek qana odamlarga qo'ldan kelgancha jardam etuv. Ham o'zimga xursand bir savobli ishlarga odamlarni yertuv maqsadim bo'ldi. So savobli ishlar meni Xudoga ekranlarga chiqib boshlagan edim. Hozir vaqtda gaylar turib kontent istayapsiz. Bu sizning daromadingiz va ya bo'lmasa kontent ya bo'lmasa bir majburlayman sonday video tushirdim. Endi ko'pini ko'p hammaning so ishindagi so'rovlar deb o'ylayman. Men o'zim qo'ldan kelgancha Qoraqalpog'iston Respublikasining 90% odamda ko'lik bor. Soning 70-60% yo'l qoidasini biladi. Qolgani bilmaydi. So bilmaganlarga qo'ldan kelgancha o'ratuv ham bir jondan har ko'rganda silab rahmat et, hurmat etimni jo'xoriga qo'ygan o'zi kontent ham so daromad men. Hozirgi vaqtda YouTube bo'lsin, Instagram bo'lsin, blogerlar bir-birini yoqtirmaydi. So'g'an fikringiz qanday? Endi ol haqiqat gap. Tek blogerlarimiz, misol har bir tarafda o'z shunday odamlar ko'p. Misol stomatolog bo'lsin, ya shashtaraz bo'lsin, ya boshqasi bo'lsin, bir-birini jamolab, bir-birini ko'ra olmay yuradi. Biroq deb qarasang bir-birini jamolab hech qaysi istamagan bo'ladi-da. Men o'zimga blogerlarning bari birdek hurmat etaman. Biroq no degan men o'zimga qattiq unamaydi. O'zimning fikrim, jeki fikrim. Keyinchagi menen birgalikda shunday auditoriyalar jinoy uchun shunday videolarda birgalikda chiqargan unamaydi. Jastar bor, bizlar jas deb chiqaruvi mumkin. Endi u o'zlarining fikri, men o'zim jeki fikrim qo'shlamayman o'zat. Netbay legenda qayoqda? Siz Netbay legenda orqali Instagram tarmog'ida ko'pchilik taniydi. Hozir nega Netbay Xudiyar? Sol haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Endi boshda Netbay legenda deb kirib keldim. Keyin azroq vaqt o'tgandan keyin shunday gaylar, yo'l qoida temalarni olib chiqqandan keyin bolalar aytdi, skромный tema, bir jondan взрослый, ulkanlik yigitsang, legenda kerak emas endigi jog'da. Qadimgi ating familiyangni qo'y, so'men tanil, so'ng yeterli deb. So'dan keyin qaytdan auditoriya Netbay Xudiyar hozir. Endigi zamon talabi Netbay Xudiyar bo'lib ketdi. Haqiqatni aytavering, oylik daromad nedan hozir qancha topasiz? Endi rosa aytgan men ham baribir rost gapga ishonmaydi xalq. Biroq rostni aytishga harakat qilaman. Endi Instagram tarmoqqa men tek qana shaxsiy ishlarda ishlab, shaxsiy atmeni tanlov ham ota-onaga rahmat degan so'zni olib kelish uchun kirib kelganman. Daromadga kirib kelmaganman. Yegarda aqcha uchun kirib kelganda ayrim blogerlarga o'xshab erkak bo'lsa men hayil odamlarning kiyimlarini reklama qilib ketaverardim. Ondaylar ham ko'p hozir. Ondaylar ham bor. Soning uchun Xudo xolasa daromadga keladigan bo'lsak 2,5-3,000 deb boshda aytilgani ko'p emas. Biz bu yerda ko'pgina reklama olayotgan odam ko'rmadim. Postma video joylashtiraman, ara-tura 2,5 million, 3 million so'm reklama post daromad postim o'zi. Istoriyani endi odamlarning endi boshlayotgan, endi rivojlanayotganlarga besplatniy, atak 708 ming istoriyamiz. Netbay bugungi vaqtingizni bo'lib kelganingiz uchun rahmat. Bizning sponsorimiz Ortex Glam magazin jamoat tarafidan sizga shunday sovg'amiz avtogolik. Rahmat Allan, sizlarning sponsoringizga o'zingning boshlayotgan ishing edi. Xudo xolasa shunday tanimali Qoraqalpog'iston yigit qizlari qaniki o'sha Allan degan o'zining auditoriyasini meni ko'rsatsa-da, meni so'bat asayda deydiganday kontentlaring zo'r bo'lib yuravergi. Bizga da sizning yo'lingizni bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, yaxshi kunlar ko'rsak.